Ustozlar, islom dini qaynotani ich kiyimini yuvishga qanaqa qaraydi? Uyimizda hamma islomda 5 mahal namoz va Qur'on o'qishadi, lekin men eshitishim bo'yicha kelin qaynotani ich kiyimini yuvsa gunoh bo'lar ekan. Bizani uyda qaynonam borlar, qaynotam yoshlar. Bizani o'zbek xalqida juda ko'p oilalarda kelinlarimiz qaynotalarni ich kiyimini yuvishadi. Iltimos bu savolni Telegram tarmog'iga qo'ysangizlar. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh sizga baraka bersin. Juda bir muhim va dolzarb savolni beribsiz. Darhaqiqat, hozirgi paytda shu kunlarimizda bu kabi savollar juda ham ko'p marotaba ta'kidlab so'ralyapti. Avvalo bir narsani bilishimiz kerak. Insonni xos bo'lgan narsalari, mahramiy bo'lgan narsalarini mahramlarigina unga xabardor bo'lish kerak, mahramlarigina uni demak yuvish ishiga mas'ul bo'lish kerak. Demak, erkak kishining o'sha ichki kiyimlarini, uni o'ziga xos bo'lgan ichki kiyimini yuvishlik o'sha erkakning ayolini zimmasida bo'ladi. Endi u ayol o'sha erini ichki kiyimini o'zi yuvadi. Hozir savolda so'ralganidek, qaynotani ichki kiyimini o'zini keliniga yuvdirishi masalasi, endi bu avvalo shar'iy e'tibordan, qolaversa odob nuqtai nazaridan joiz bo'lmagan amal hisoblanadi. Ayniqsa qaynona bu narsalarni qilishga yaraydigan bo'lsalar, o'sha o'zlarini erlarini hech bo'lmasa o'sha ichki kiyimlarni o'zini yuvib qo'yishga kuchlari, quvvatlari yetadigan bo'lsa, o'zi yuvishi kerak. Uni keliniga yuvdirmasligi kerak. Endi bordi-yu, qaynona ham keksayishlikdan yuvishdan chiqib qolgan, qaynota ham o'zi yuvish imkoniyati yo'q bo'lsa, unda istisno tariqasida o'sha kelinlarimizga iltimos bo'ladi. Unda ham vazifasi bo'lmasa ham ularga iltimos bo'ladi. Ular yuvib berishligi joiz bo'ladi o'sha e'tibordan. Mana shu narsani unutmasligimiz kerak bo'ladi. Endi bir narsani bilib olishimiz kerak. Bu kabi narsalarni bizni demak shariatimizning hukmlarini bilishdan ozgina ojiz, johil qolganligidan ba'zi bir kishilarda juda ko'p boshqa xunuk narsalarni ham keltirib chiqaryapti. Hozir bu savolni berganda meni xayolimda o'tgan narsalardan biri shu oxirgi davrlarda o'zini kelini bilan o'ynashib qo'ygan yoki keliniga tashlanib unga demak zo'ravonlik qilayotgan qaynotalar yoki o'zini qaynonasiga tashlanayotgan kuyovlar haqida ma'lumotlar savollarda bot-bot bizga kelib turadi. Savollarimizda juda ham ko'p keladi. Mana shularning barchasi demak dinini bilmaganligidan, Allohdan qo'rqmaslikdan, o'zini axloqini islom bilan axloqlantirmaganidan bo'lib turgan muammolar bo'ladi. Mana shu ichki kiyimni yuvish masalasi ham yuqorida aytilgan katta gunohlarga olib bormasligi uchun demak har bir taraf o'zinikini yuvishligi kerak bo'ladi. Shunda inshaalloh to'g'ri bo'ladi. Shu o'rinda bir narsani aytib qo'ymoqchiman yana bir marta. Ba'zi bir oilalarda eshityapmiz, qaynotalar o'zini keliniga oyog'ini uqalatgan, orqasini demak massaj qildirgan holatlarini ham eshityapmiz. Yoki oyog'ini bostirayotganlarni eshitib turibmiz. Yoki o'sha keliniga chaqirtirib turib, orqamga dori surtab qo'ydim, qaynona tursa ham keliniga shu ishni qildirayotganlar bor. Alloh asrasin. Bu bilib qo'yinglar, kelin qaynotasiga bunday amallarni qilishligi joiz bo'lmagan harakat hisoblanadi. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Bordi-yu, o'sha narsalar davomida ikkalasidan bittasining shahvati qo'zg'alib qolsa, Alloh asrasin, nikohlar kelinning o'zini eriga nikohi harom bo'ladi yoki qaynonani qaynota bilan nikohi mutlaq haromga aylanib qoladi. Buni nomini hurmatul musohara deyiladi. Uni tafsiloti bor. Inshaalloh bir o'rinda kengroq qilib tushuntirib beramiz. Vallohu a'lam bis-savob.